So'rab qo'ymasam o'yin Farhod aka, oyligingiz necha pul oyiga? Meniki oyligim o'sha 15 million atrofida, lekin bonuslar bilan yaxshi chiqadi. Qancha chiqadi? 20 milliondan ko'pmi? Bo'ladi. Hayotga yetadi ham. Yetadi. Bojxona qo'mitasiga ishga kiraman deganlar ko'pdir. Qayerga murojaat qilishsa va bojxona qo'mitasining instituti bormi yo'q bilmayman, o'qimasdan turib ishga kirsa bo'ladimi sizlarga? Bo'ladi. Bojxona qo'mitasining o'zini bojxona instituti ham bor. Bir yilda 100 tagacha kadr tayyorlaydi. Lekin undan tashqari ham iqtisodiyot va boshqa yo'nalishlarda ham bizga mutaxassislar zarur bo'ladi. Shu sababli tashqaridan ham boshqa institutlarni Qayerga murojaat qilishsa, mana bitta qiz bilan gaplashdim, yuridik bojxona idoralariga ishga kirish uchun bojxona qo'mitasining veb saytiga murojaat qiladi. Ariza qoldirish jarayoningizda sizga nima hujjatlar kerakligi aniq ko'rsatilgan. O'sha hujjatlarni to'plab turib, onlayn ravishda bojxona idoralariga taqdim qilasiz. Keyin onlayn test bor va onlayn suhbat bor. Ya'ni onlayn ravishda siz bilan video muloqot orqali suhbatlashiladi va fizkulturadan imtihonimiz bor. O'sha sinovlardan shaffof ravishda o'tgandan keyin bojxona idoralariga ishga qabul qilinishi mumkin bo'ladi.